qish havolar sovuq bo'lib qurilish qilmadingiz. Havolasi qurilish qilmoqchisiz. Tomizga yoki patologika mahsulot kerak. Bu masalada sizga Omad Biznes yordam beradi. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz. Mana bugun 9-aprel sanasida Omad Biznes jamoasi o'z xaridorlariga xizmat ko'rsatishda davom etmoqda. Bugun sizlar bilan mavsum uchun eng kerakli bo'layotgan mahsulotlarning narxlari bilan tanishamiz. Pardon, men nima qilasiz? Manga qorafon oqtarib yurmang aka. Boy. Boshlashimga uziladida, o'shaning uchun qo'yib olyapman aka so'zlarni. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, bugun sizlar bilan ko'radigan birinchi razmerlarimiz 6 metrli starapilalar. Xo'p, 6 metrli starapilalarimizni birinchi razmeri qalinligi 308, ya'ni 14 sm, uzunligi 4 metr. Ko'rib turganingizdek, holati toza sasni zavod taxtasi. Qalinligi plysovoy 4 ko'rsatadi, ya'ni to'liq 14 chiqadi. Arra o'ynamagan, ortiqcha butaq, ortiqcha garbili yo'q. Hozirgi kunda eng hadoviy starapilalarimizdan bittasi. Bu razmerimizning bir donasi 141 ming so'mga to'xtayapti. Bizda keyingi razmer bir boshdan ko'rsatib ketaman. Qalinligi 3.2, ya'ni 12,5 sm, uzunligi 6 metr. Xuddi hozirgi kabi bu ham zavod taxtasi. Endi kimdir tomini obyomi kichikroq, kimnikidir kattaroq, kimgadir qalini kerak bo'lsa, kimgadir yupqarog'i. Bu yupqa razmerimizni bir donasi 106 ming so'mga to'xtaydi. 3.2 ga 12,5, uzunligi 6 metr. Keyingi 6 metrli starapilamiz hozir ko'rgan 308 ligimizni 3,5 ligi. Qalinligi to'liq 3,5 sm, ya'ni 14 sm, uzunligi 6 metr. Bu ham arra o'ynamagan, ortiqcha garbili bo'lmaydi, katta butaq, siniqchiligi bo'lmaydi ichlarida. Bu razmerimizning bir donasi 125 ming so'mga to'xtayapti. Xo'p, bizda keyingi razmer qalinligi 3.2, ya'ni 17 sm, uzunligi 6 metr. Hozirgi kunda kimdir starapilaga ishlatayotgan bo'lsa, yana kimdir aparovkaga, bo'lmasa yana kimdir buni bo'lib turib shifreka qilib ishlatayotgan eng hadoviy razmerlarimizdan bittasi. Holati toza sasni quruq. Razmerlari to'liq 3.2 ga 17 ko'rsatadi, 6 metrli zavod taxtasi. Bu razmerimizning bir donasi 144 ming so'mga to'xtayapti. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, bizda keyingi mahsulotlarimiz 6 metrli to'sin. Mana sovuq kunlardan chiqdik. Havo isigan sari hamma to'sin tashab, tom yopishni boshlaydi. 6 metrli to'sinlarimiz. Birinchi razmerimiz qalinligi 4.7, eni 20 sm, uzunligi 6 metr. Holati listovoy quruq, zavod taxtasi. Bu 6 metrli to'sinimizning bir donasi 263 ming so'mga to'xtaydi. Xuddi shu partiya, xuddi shu qalinlik 4.7, eni 17 sm, faqat iloji bo'lmadi, videoga olishdi, oldi to'silib qoldi. Bu 17 li razmerimizning bir donasi 223 mingga chiqadi. Ikkovi ham sorti bir xil, bitta joy taxtasi. Holati toza yosh, holati degan joyni o'chiramiz. Holatlari bexacholat, juda chiroyli, arra o'ynamagan, tekis narsa ikkalasi ham. Xo'p, bu bizda 5 metrli to'sinlarimiz. Hozir ko'rgan 20 va 17 li razmerlarimiz 5 metrligi. Holati ham, sorti ham hozir ko'rgan razmerlarimiz bilan bir xil. Birinchisi qalinligi 4.7, eni 20 sm, uzunligi 5 metr. Bu listovagimizning bir donasi 222 ming so'mga chiqadi. Bunisi qalinligi 4.7, eni 17 sm, uzunligi 5 metr. Bu razmerimizning bir donasi 189 ming so'mga chiqadi. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, bu bizning 4 metrli starapilamiz. Qalinligi 3.2 sm, eni 14 sm, uzunligi 4 metr. Bu ham zavod taxtasi, arra o'ynamagan, ortiqcha garbili yo'q, holatlari toza sasni. Ozgina nami bor. Bu razmerimizni bir donasi 76 ming so'mga to'xtaydi, uzunligi 4 metr. Bu hozir ko'rgan 14 li taxtamizning 12 ligi. Qalinligi 3.2, eni 12 sm, uzunligi 4 metr. Bu ham zavod taxtasi, holati toza sasni, ortiqcha katta butaq, garbil, abzor, arra o'ynagan bo'lmaydi bu razmerimizda ham. Bu razmerimizning bir donasi 64 ming so'mga to'xtayapti. Mana hurmatli xaridorlarimiz, video davomida ko'rsatib o'tgan 5 metrli listovoy to'sin zavod taxtasi aytib o'tganimizdek 17 va 20 li razmeridan Samarqand viloyatiga yuklayapmiz. Xudo xohlasa, mana kuramiz kelgan, yuklab bo'lay deb qoldik. Agar sizlarga ham mana shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, bizga bolani kelishgan holatda yetkazib beramiz. Havolasida siz qurilish qilmoqchisiz. Bu masala eplay oldingiz? To'liq chiqmadi shekilli, qatidadir chiqib, qatidadir chiqmay. Iloji bo'lmadi, videoga olishdi, oldi to'silib qoldi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan. Qana ulardim. To'xtaydi, butun qilib olib ketaman aka, hozir 3 bo'lib ketdi.
Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, hozir sizlar bilan ko'rib o'tgan mahsulotlarimiz agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqing. Biz siz bilan masofadan turgan holatda ham bog'lanib, O'zbekistonning istalgan shahar va viloyatiga eng sifatlisini eng qulay narxda qilib, kelishgan holatda yetkazib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan. Bizni doimiy gaplarimizdan bittasi xaridor ishonchi, qulay narx va yuqori sifat. Salomat bo'ling.